hech kim sizga bunaqa narxda Dongfeng 008 ni bo'lib ham nasiya savdoga hech kim qilib bermaydi. Eng yoqqan fishkasi xaladelniki bo'ladi. O'zi yuradigan xaladelniklari bor, ustida barlari bor. Xaladelniki mana ichida bo'ladi. O'zim L9 da yuraman, lekin manikidan ham katta monitori bor. Monitorni qo'lda ham boshqarsangiz bo'lar ekan. Mana bunaqa samolyotni mana jurnalni stolda ham bo'ladi. Xullas, hamma qulayliklari mujassam. Kapitan Sidenka 7 o'rindiqli, juda ham udobni, oilaviy minadigan mashina. Rangi ham menga juda yoqdi. Mana bunaqa rangi juda kam bo'ladi. Apelsin saloni bor, qora saloni bor. Bu eng fulli bo'ladi. Eng mana bunaqa pardalari, bu zavodskoy pardalari bor. Undan tashqari tonirovkalari ham qilingan ekan. Mashinani bir dona aybi yo'q. Dongfeng 008 ni 24 da oxirida chiqqan ekan. Narxi vobshe shikolat narx qo'yib beryapmiz. Xuddi shunaqa mashinalarni o'tkazib yubormaslik uchun albatta obuna knopkachasini bosib, bitta videoga like bosing. Eng kamida shunaqa mashinalarda yurish hammamizga nasib qilsin. Narxini 26900 dollarga xohlasangiz naqd pul, xohlasangiz nasiya savdoga xarid qilishingiz mumkin. Bunaqa narxlar faqat endi bo'ladi.